Ikkinchiga olganimizdek, har bir xonaga 12 nafardan ishtirokchi joylashtiriladi va xonalar asosan mana bu tarzda. Bundan tashqari yo'lak o'rtasida shu kabi moslama mavjud. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Necha soat uxladingiz? 3-4 soat uxladim. 3-4 soat uxlabsiz. Zo'r natija. Bu nima tushuntirib bera olasizmi, iltimos? O'sha bolani ko'ziga xavfli modda kirib qolsa, o'sha mana bu yoqdan suv sachiydi, bola o'zini ko'zini ochib turgan holatda o'sha suvni olib tashlaydi. O'sha ximikatni olib tashlaydi, ko'zdan chiqarib tashlaydi, yuzib tashlaydi. O'sha vazifasi ishlash. Bu o'zi nima deyiladi ilm-fanda? Ilm-fanda o'sha bitta inglizcha yozib qo'ygan, o'sha ko'zini yuvadigan o'sha eyewash deyiladi o'sha. Demak, mana rasmda ko'rsatilgan ustidan suv qo'yish ham mumkin. Ustidan suv qo'yish ham mumkin. Nimadir sodir bo'lsa, nimadir sodir bo'lmasin, xalat bilan tushish mumkinmi? Xalat yoki barcha kiyimlarni yechib tashlash kerakmi? O'sha pauza qilish bo'ladimi? Pauza qilish bo'ladimi? Agar o'sha o'quvchi shoshayotgan bo'lsa, birdaniga o'sha suv qo'ygani yaxshiroq bo'ladi. Rahmat.